Hozir sizga nafas olishda juda ham zo'r usul o'rgatib qo'yaman. Butun tanangizga kislorod singishi, shunda har qanday dardlaringizni inshaalloh shifo bo'lishiga yordam beradi. Birinchi o'rinda erta tong turganingizdayoq, ayniqsa shunaqa yomg'ir bo'lsa juda ham zo'r bo'ladi. Qaranglar, birinchisi, ikkita usul o'rgataman. Birinchisi, uch marta chuqur tez ichkariga tortasiz. 2 marta keyin tez chiqarasiz. Azizot. Bu birinchi usul. Ikkinchisi, burningizga olib ozgina chiqarasiz, tez. Xuddi shunday. Agar har kuni hech yo'q 3 minut yoki 5 minut shu uslubda kislorodga to'yinsangiz, kun davomida energiyaga boy bo'lasiz. Har qanday dardlaringizga shifo bo'lishiga ko'maklashadi. Manfaatli bo'lgan bo'lsa, albatta like bosib, yaqinlarga ulashib qo'ying. Eng yaqiningizga tashlab qo'ying.